Salom, aziz kuzatuvchilar. Men sizlarga mini fermamni obzor qilib bermoqchiman. Quyonlarga bo'lgan qiziqishim. Men bu xatut karlikovoy xatutga mana shu xatutni olganimdan keyin qiziqishim anaqa ortib bordi. Bolalarimga yangi yilga sovg'a qildim. Bu samец. Bu yoqda samkamizni uxlayaptilar. Erkatoy, bu juda shirin. Ko'rinishlari shirin. Yuzlari такой to'lishganroq-da buniki. Uxlayotgan ekan. O'zini tozalayapti. Bu ham chiroyli. Birinchi quyoncham. Men bilan germilin. Ikkitasi germilin. Uchinchisini черный angurkami nimadir deyishar ekan. Точно bilmayman. Belkaga o'xshaydi u kichkintoy. Uni eng katta bo'lgani где-то 900 grammcha bo'lar ekan. Bular 1,5 kilogacha bo'ladi. Undan katta bo'lib ketishmaydi. 2 oylik bolachalar-da bular. Keyin mana bu ikkita parichkani olganmiz. Mana. Bular latokka boradi. Qarang. Bularga bitta xona ajratib mini ferma qilmoqchiman. U уже mini fermam bor. Mana mana shulardan hozircha 7 ta quyon, ya'ni ikkitasi yaqinda keladi. Bitta quyonimiz o'lib qoldi. Juda ham yaxshi ko'ryapti. Mini split degan nida. Anaqada qo'yganman YouTube'da videoda ko'rsanglar bo'ladi. U yerda bor. Juda ham shirin, erkatoy edi. Uni har kuni qo'limga olib erkalab o'tirdim. Masliga o'sha xona tayyorlab, kletkalar qo'yib, keyin video obzor qilib beraman qanaqa ferma qilganimni. Ko'rishguncha.